Siz Kattaqo'rg'on shahrining ichidan arzon narxga sotiladigan uy izlab yuribsizmi? Unda bu videoni ko'ring. Xonadonimizda umumiy maydoni 240 kvadrat. Bu joylar obshidvor hisoblanganligi uchun kvadratga hisoblanadi. Umumiy xonalar 7 xonali, barcha kommunalkalar qilingan, ya'ni isitish tizimlari, suv, gaz, svetdan hech qanday muammo yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, 29 ming AQSh dollari. Albatta savdosi bor. Bundan tashqari, agar sizlarda qanaqandir takliflar bo'lsa, sotiladigan uchastkalaringiz bo'lsa, barter qilmoqchi bo'lsanglar, trassalar ustidami yoki shaharda gavjum joylardanmi sizlarga taklif bo'lsa, mana shu barter qilmoqchi bo'lsanglar, mana egalari bilan bemalol bog'lanib kelishib olishlaringiz mumkin. Batafsil ma'lumotlarni olish uchun egalariga telefon qilasizlar yoki kelib ko'ringlar. Xonadon 2 qavatli, pastki qavatida bitta oila, ikkinchi qavatida bo'lsa, yana bir oila bemalol yashasa bo'ladi. E'tibor qilasizlar, xonadonimiz tayyor holatda turibdi, remontlari ham 100% tayyor. Xonadonni yopib turgan shiferlar mustahkam va yangiday turibdi. Podrashivka qilingan tashqi fasadi va qo'shimchasiga katta chuqur podvali bor. Podvalning tepasiga e'tibor qilasizlar, mustahkam yog'ochlar bilan yopilgan. Bu yerda ham isitish tizimlari o'rnatilgan. Chorachilik qilish uchun alohida joy ham bor. Ichimlik suvi uchun alohida yer osti agideli o'rnatilgan va qo'shimchasiga 8 tonnali yomkis ham mavjud. Bundan tashqari e'tibor qilasizlar, bu bitta xonadonimiz, mana bunisi bo'lsa ikkinchi xonadonimiz. Mana shu ikkalasi bitta dokument asosida 29 ming dollarning ichida mana shu joy ham qo'shib beriladi. Ya'ni takida podval, tepasida bo'lsa alohida bir xonali joy bor. Bundan tashqari qo'shimchasiga mana bunday isitish tizimlari ham qo'yilgan. Agar xonadon sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishni unutmang. Do'stlar, lokatsiyani sizlarga aniq tushuntirib o'tay. Kattaqo'rg'on shahar Ibrat ko'chasi, mana bu yerda mana notarius bor. Bu yerda mikro kredit bank bor. Mana shu ko'chaga kirib ketishlaringiz bilan ko'chaning oxirida joylashgan xonadonimiz. Yaxshi taklif akalar, mana shu xonadonni o'ylab ko'ringlar. 29 ming AQSh dollari narxi, 7 xonali, 240 kvadrat. Qandaydir takliflaringiz bo'lsa, sizlarga bemalol gaplashib ko'rsanglar bo'ladi.